Gentrani rulovoy kolonkasidan yo'g'oq qilsa, ustiga vaqtida olib kelinmasa, qay darajaga keladi ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqa olib, polni diskalarning ichi ham yog' bo'lib ketadi, balki bu orqa tomon ramalarga ham o'tib ketadi. Mashinamiz atigi 38.000 kilometr yurgan xolos. Mana. Atigi 38.000 yurgan yangi mashinamiz. Mana balondan amortizatorlargacha yog'ni chachib olgan. Xullas, hozir sizlarga buni ish jarayonini ham ko'rsataman, bitgan holatini ham chiroyli qilib ko'rsatishga. Rulovoylarni mana yechib balkasi bilan olib oldik. Xudo xolasa, bu rulovoyni ham cho'tka qilib tozalaymiz. Mana bu balkani ham yaltiratamiz. Ishimizga keyin bitta baho berasizlar. Chiqaring. Ana olmasa. Bu tomonni ham. Ana, mana shu yerda o'zida yaqin 200 gram yog' bor kiyimlikning ichida. Cho'tka qilamiz. Rulovoyimizni tozalab, sallilarni chiqarib oldik. Mana eski sallilari. Mana 4-inchi. Xullas, kam yurganiga qaramasdan rulovoyning ichiga suv kirib, mana o'qi zanglab qolibdi. Buni alishtirib tashlaymiz, xudo xolasa. Yangi sallilar bilan chiroyli qilib. Qanaqangi toza bo'lganiga bir baho beringlarchi. Palkalarni polirovka qildik. Hop, chervaylarni ham polirovka qilib, birato'la bitta barmoqda buriladigan qilib yumshoq qildik. Ana shu to'rala sallikni joyiga joylashtiramiz, chiroyli qilib endi yig'ib olamiz. Rulovoy kolonkamiz ham mana yangidek bo'lib yig'ildi, xudo xolasa. Bitta baho berib olasizlar. Mana joyiga balkiga qadar. Balkalarimiz ham yangidek bo'lib tozalandi. Shu bilan richaylarni qo'yib, balkalarni joyiga yig'sak, yarim soatda mashinamiz tayyor. Xullas, hadoy, kimda hadoy ishlari bo'ladigan bo'lsa yoki rulovoyda moyo qizgan bo'lsa, bemalol o'zimizga olib kelaveradi. Gentramiz ham va nihoyat tayyor. Yo, aka, bitta barmoqda bo'ling. Qalay bo'pti, nima deysiz? Zo'r. Zo'rmi? Ha, вообще zo'r. Zo'r chiqsa, biz ham maza qo'ramiz-da. Xudo xolasa ishlarimiz Gentrada tugadi.